Chekmasangiz ham tamaki tutuni sog'lig'ingizga zarar yetkazishini bilasizmi? Statistikaga ko'ra, passiv chekish har yili minglab insonlar o'limiga va kasallanish holatlariga sabab bo'ladi. Passiv chekuvchilarda o'pka saratoni, yurak-qon tomir kasalliklari va astma kabilarning yuzaga kelish ehtimoli yuqori. Faol chekuvchi filtr orqali tamaki tutunini qabul qiladi. Filtrda tamaki tutunidan chiqarilgan zararli moddalar va smolaning bir qismi ushlanib qoladi. Passiv chekuvchi esa tutundan filtrsiz nafas oladi va katta miqdordagi zararli moddalarni qabul qiladi. Yaqinlarni passiv chekishdan himoya qilish uchun zararli odatni tashlagan ma'qul. Ammo bu qiyin bo'lsa, tamaki qizdirish tizimlariga o'tish mumkin. Ularda zararli tutun paydo bo'lishining asosiy sababi sanaluvchi yonish istisno qilingan va tamakiga nisbatan zararli moddalar 95% kamroq aerozol ajraladi. Tutunsiz mahsulotlarga o'tish nafaqat chekuvchining o'ziga, balki uning atrofidagilariga ham yordam beradi. Birgalikda to'g'ri tanlov qilaylik. O'zingizning va atrofingizdagilarning salomatligini o'ylang.